Tak. Do'stlar, siz primoy efirdasiz, aka. Qalay bo'lyapti? Qo'l qanday ekan? Chotkimi ekan, aka? Yo'q, qo'lni xudo xolasa erta ringingga ko'rsatamiz. Yana keyin pol ko'rak, polni yana polni ringim bo'ladida. Bugun spid qila olmadik chunki. Bugun spid qila olmadik. Sizga jivoy odamlar yozyapti, aka. Jivoy qarang, Novruzbek yozyapti. Novruzbekni taniysizmi? Hammasini taniyman. Hammasi musofir jigarlarim bo'ladi bular. Mana shu. Borlaringga shukr addushi. Sog' bo'linglar. Sizlar bor, mana shunday yuksakka ko'tarilyapmiz. Butun dunyo bilsin bizni o'zbekligimizni. O'zbek tojik qardosh. Mana Novruzbek ham ancha musofirlarga yordam bergan, yordam o'tgan. Mana hozir O'zbekistonda hozirgacha faoliyatini bosayapti. Takshda Novruzbek, sizga ham alangali salom akadan. Mana bizni o'zbek qahramonimiz. Novruz aka, malades aka. Zo'rsiz. Gayli ham to'xtatib, giroy deb qo'yib yuboryapti bor-ku. To'rtta iliq gap, aka, qani nima deysiz? Bizni ko'rib turganlarga. Ha, aka. Xayrul aka. Hammaga omad, hammalaringga omadlaring bersin. Meni yutug'im sizlarning yutuqlaring. Nima deyman? Bu nafaqat meni, butun O'rta Osiyoni yutug'i. Hammalaringga omad. Men bu qanaqa medal edi, yodimdan chiqarib qo'ydim. Jasurlik medali. Jasurlik medali bilan hammalaringni tabriklayman. Umrlaringiz uzoq bo'lsin. Так что Через 300 метров на светофоре поверните направо на Полюстровский проспект. Bugun akamizni Sankt-Peterburg shahrini gubernatori chaqirgan. Hozir 2 soatdan keyin gubernator qabulida bo'ladilar. Bilmadik nima bo'ladi. Gubernator qabulidan so'ng bugun konsulsiyada bo'ldik. Jasorat medalida. Прямо 4 километра. YouTube'ga obzor olamiz. YouTube'ga obzor olamiz. Nima qildi bu? Sankt-Peterburgda 8-etajdan qulab ketgan chaqaloqchani qutqarib qolgan akamiz mana shu Xayrulla aka bo'ladi. Ko'rib qo'yinglar dedi-ku. Hali bilmaydiganlar ham bor ekan-da. Akaga 1 million mukofot beriladi. Orti kanalidan-a? Orti kanalidan o'zi akaga 1 million rublda mukofot puli berildi. Hozir endi gubernator oldiga, viloyat hokimining oldiga ketyapmiz. Akani hozir bugun nima deydi? Ana shu 2 kun oldin qilgan yaxshiliklari endi butun umrga yetadi aka. Xudo xolasa intervyuni bugun qo'yamiz. Chista o'zbekona ko'p joydaligi nima deydi? Rus tilida bo'lgan. O'zbekiston qachon ketasiz aka? O'zbekistonga xudo xolasa 10-martga deb niyat qilib turibman. Yana ham maslahatlashamiz. Biror narsa deyish qiyin hozircha, yolg'on gapirish bo'lmaydi. 10-martda Qashqadaryoda aeroportida yo Toshkentga uchasizmi? Toshkentga xudo xolasa. Va 10-martda Toshkentda bu yerdan ham biz o'ylaymizki rahbarlantiriladi va mukofot olinadi. Sankt-Peterburgga viloyat hokimi chaqirgan. Soat nechi bo'ldi hozir mana? Soat 3 bo'libdi. 1,5 soatdan keyin akamiz qabulda bo'ladilar. Так что qo'llab-quvvatlanglar. Hammasi chotki bo'ladi. O'zbekistonga ham shu sportsmenlarni kutib olganday chiqadi aka. Inshaalloh. Oldin sinfdosh jura-pura chiqqan bo'lsa, bu safargisi boshqacha bo'ladi aka. Tushganingizda telefonlarga olib, ye nima bo'lyapti bu yoqda deb tushasiz aka. Xudo xolasa. Gap yo'q. Hamma ertaga, kstati, Moskvadan kelishyapti. Ular ham qo'ng'iroq qilishdi.
Moskvadan kelib Xayrulla aka bilan yana intervyu qilib, целый katta выпуск olar ekan. Xayrulla aka Moskvadagilar siz bilan bog'landi-a? Da, bog'landi. Biz umid qilamizki, ushbu akamizning qilgan ishi Rossiya prezidenti Vladimir Vladimirovich Putingacha ham yetib boradi va mana ko'rasizlar, bu e'tiborsiz qolmaydi. Respekt. Tak что akalar bosamiz. Ajab emas aka. Sizni Kremlga chaqirsachi? Boraveramiz aka. Boraveramiz, a? Boraveramiz. Qo'l yaxshimi aka deyapti. Nima deysiz aka? Yaxshi, hozircha yaxshi. Yordam ko'rsatildi. Akani hozirroq haliga urushga olib kelyapti. Alba yo'qmiz aka bilan. Aka o'zi shu yerda yurib ham haliga qilib qo'ydi. Nima deydi? Urushda qilinadigan ishni qilib qo'ydi. Bir odamni jonini saqlab qoldi. Ertaga o'sha bolacha bilan uchrashasiz-a? Adashmasam. Rostini ayting aka, charchayapsizmi? Charchayapman. Dvorniklik qilib ham bunday charchamagan bo'lsangiz kerak-a? Yo'q, bu hozir ham intervyu, telekanal, yulduzlar, Ruslan aka, assalomu alaykum. Mana aka Ruslan aka qarshini bolalar aka televizorga salom aytyapti. Assalomu alaykum. G'uzordan salom akalar sizlarga. Qarshi vokzal aka, polni. Ota-onasi aloqaga chiqdimi debdi. Конечно, aloqaga chiqdi. Har kun aloqada aka. Endi alangalik to'ppa-to'g'ri aka. Tak что hozir qorinni to'qlaymiz. Viloyat hokimining oldiga qarab yo'lga chiqamiz. Nasib. Shuning uchun hammalaring poddeshkada bo'linglar, ajab emas. Akamizni Kremlga chaqirib qolsa ham biz hayron bo'lmaymiz, lekin shu Kremlga chaqiriladigan ish bo'lgan bu yerda. Xayrulla aka mana, shuncha odam sizga omad tilayapti, akaga omad. Rahmat. Borlaringga shukr. Tan jonlaring sog' bo'lsin. Umrlaring uzoq bo'lsin. Aka baquvvat bo'lmaganda ushlab qola olmasdi. Tandirni kuchi mana shu yerdan bildirdi-da aka. Biz axir o'zbekmiz. O'zbeklar qoni bor bizda. Taksa. Qaysga bugun birinchi kanalda intervyu chiqadi. Ko'ringlar, обязательно konsulstvoga bordilar akalar. Konsulstvadagilar ham juda ham iliq kutib olib, aka? O'z minnatdorchiligini bildirib, O'zbekistonda ham, конечно, Shavkat Mirziyoyev qarori bilan akaga jasorat unvoni berilyapti. O'zi qo'l qo'yildi. O'zi qo'l qo'yildi. O'sha kuni yo'q. Tasavvur qilinglar qanchalik tez bu ish bitdi. O'zi Qashqadaryoda kuchli bo'ladi, ana. Sitora yozyapti sizga. Tak, omad, молодец. 16:30 da boshlanadi. 16:30 da biz Sankt-Peterburg, Leningrad viloyatining hokimi bilan ko'rishamiz. Shuning uchun hozir aka qorinini to'qlab, salgina dam olib, kechasi bilan lekin strishga qilib, bolalar. Kechasi bilan aka tingan yo'q. Tak что kutinglar. Uy bersin. Ajab emas. Mana shu yerda bemalol kelib, Melisali ham ko'rib, giroy deyapti, qahramon deyapti. Tasavvur qilinglar, Melisalar ko'rib qo'llarni berib, aka, shunaqalar bo'ldimi? Bo'ldi, to'ppa-to'g'ri. Juda hurmat ko'rsatyapti. Ulardan ham minnatdorman. Aka, lekin intervyuda aytib o'tganlar, intervyuni bugun YouTube kanaliga qo'yamiz. Ko'ringlar, вообще lekin qiziqarli joylari va без переводчик akani o'zlari aytib bergan. Qisqa joyini aytib o'tay. Bola tushib ketgandan keyin akam aytadilar, Melisalar kelyapti deb men qochib ketyapman. Melisa qahramonni qidirib yuribdi. Akamiz registratsiya yo'q deb qochib yuribdilar.
giroy deb chaqiribdi aka. Giroyga chaqiryapti. U gapni eshitmaganman umrim bilan bo'lib. Giroy so'zini nima ekan deyman-da.